Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim, Gullaysiz fayz baragal omadli bo'lsin, va sog' bo'ling, boy bo'ling. Hozir biza 250 kuba mototsiklimizni 4 kela dastlabki asosida olib boramiz. Hozir Urganchdan chiqdik, Chalish yo'lidamiz, xudo xolasa. Hozir olib borib o'z egalaridan topshiramiz. Video davomida ko'raverasizlar. Nima gap so'z nechik bo'ldi? Kreditga chiqarib berdik. O'sha oxirigacha ko'rsangizlar, hammasini tushuntirib o'tamiz inshaalloh. Mana hurmatli obunachilarimiz, va nihoyat yetib keldik. O'z egalarini topshiramiz hozir. Mashinadan tushirib 250 kubina. Ajoyib. Kelaverasiz. 4 kilo geldik. Dastlabkimiz mut bo'ldi. Kelib yetkazib berdik. Zo'r yerlar ekan. Havosi top-toza, ajoyib. Mazza. Baribir shardan chetroq bo'lsa toza bo'ladi havo. Ajoyib. 2025-yil 20-mart sanasiga göre yine hozir Qo'shko'pirdan 4 kilo dastlabki asosida sportiv mototsiklimizni kelib berdik. 250 kuba bo'ladi, elektronli tablo bo'ladi, 100 km 8-9 sekundda chiqadi, rasoti 5 litr, 1 silindr bo'ladi, karburator motor bo'ladi. Yillik to'latiga 20 ming so'm bo'ldi. Mana 4 kilo berdik. Kaskalarni bonusdan qo'shib berdik. Esa tabriklayman. Ayrini ko'ring, izilayim. Sog' bo'lsin. Rozimisiz? Roziman. Rahmat Allohingizdan. Kelaverasizlar, shunday mototsikllar kerak bo'lsa bizda ko'p malichida zo'r narxlarda qilib beramiz. Sog' bo'ling, boy bo'ling. Bitta like.